Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli doimiy bizni kuzatib boruvchi obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z egalariga topshirildi. Xudo xolasa bugun yomg'irli ob-havolarda xudo xolasa chiroyli qilib ikamiz ishlarini tugatib berdik. YouTube kanalimiz obunachilaridan aytuvdilar, ishlarini xudo xolasa tugatib berdik. Adashmasam 10 kun yomg'irda bo'ldi. Olinganiga tugashi bilan hamma yo'g'i bo'lib. Xo'p, bu yerda manzili Andijon viloyati Paxtabod tumani. Qaysi MFIda aka? Qaysi MFIda? Sayrobod. Paxtabod tumani. Xo'p, aka, shu yerimiz jami summada 6.600.000 so'm bo'ldi. Qilingan ishlar hammasi batafsil tushuntirib o'tiladi. Materiallarimiz Alpro materiallaridan bo'ldi. Oq seriya aynaklari 6li обычный oynada bo'ldi. Xo'p, общий uzunligi 670 atrofida, 7 metr atrofida bo'ldi. Xo'p, bu tomonimizdan boshlaydigan bo'lsak, 3.15 bo'ldi. Eniga, balandligi hammasini 2.40 dan bo'ldi. Xo'p, eshigimiz yana 1.25 bo'ldi. Balandligi 2.40 aytganimdek, bu tomondagi eshigimiz romimiz yana 2.50 bo'lgan. O'rtasidan bo'lib bir xilloq fasonga keltirganmiz. Eshigimiz o'rtada bo'lmagan ekan, shuning uchun iloji boricha bir-birlariga moslab berdik. Bu yerda ulangan xori bor ekan, shuning uchun ustunbatdan majburiy qo'yilgan ekan. Xo'p, xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Eshiklarimiz ichkariga 10 ga ochiladi, to'rttadan petlilari bilan hamma yo'g'i 6li oynada bo'lgan. Ichkaridan ham ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman, narxlarini aytdim. Xo'p, boshqa zamonlarimiz xudo xolasa yengil holatda, tomonlari ham zich yopishgan. Kiraf boshqa zamonlardan kalitlari ham uchtadan zapas kalitlari bor. Qulflanishlari xudo xolasa yengil holatda. Ichkaridan ko'rinishlari, buni petlilari akfani o'zidan bo'lgan. Sababi bu yerga ko'proq yuk tushadi, shuning uchun ko'p ochilib yopilgani uchun bir magazin bo'lar ekan. Shuni hisobiga uzoqroq xizmat qilishlik uchun petlilarni akfani o'zidan qo'yib berdik. Shu holatda bo'ldi. Petlilar mana to'rttadan. Kimga shunaqa teraska eshik romlar kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli holatda ishlarni olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hop, bitta tashqi fasonlarni mana bitta ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa mana chiroyli bo'lib tugadi. Hop, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.